Naval Music takdim etadi. Ya bize bir taşın kırılan yana etme, 15 yıl var. 13 yıl var. Sen ama git, o zaman otur burada. Ya niye kaç karma var dedi. Karma var. Yukarıda mı üstte mi izler ki? Hava bırak. Sonra turdum fotoğraf yapmışsın. He, o. Evet, İki de gördün mü? He, o. sonra video Endi şu dergada shunday ko'pchilar bo'ldi. Shu vaqt bilmaysan uni o'qish kerak ekanini bilmaysan, foydali narsani ham bilmaysan. Analar bilan yugurib yuraversan. Shunday bo'ladi. Yavaşlık. Endi so'ng o'ylamasan, so'ng o'ylanganing bilan bari yomon emas bu. Sog'lom, salomat bo'lib yurganingizning o'zi katta davlat. Maktab yillari o'tdi birin ketin, kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin, ular o'lguncha birga bo'lishsin. Ey san'atdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini.
sevgisi mayli ularga Xudoyim bersin baxtim ular doimo birga bo'lishsin Ey sınıfdosh, unutma do'stlaringni eslab yuraylik maktab chog'larini 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 Söz sınıf rahbarımızga. Ko'plar yarmarkasi. Sizlar hammangizga 20 yillik bilan tabriklayman. Mana maktabga eski olib, mana o'qituvchilarimizga, ustozlar rahmatiga, tashkilotchilarga hammangizga rahmat. Undan keyin bir narsa yarma tushdi hozir. Juma Nazarovni ko'rganman. İmtihon vaqti edi, imtihonda. Ya qizimiz bor edi o'ra. Komissiya keldi. Olib kelish kerak bo'ldi imtihonni uyini olib keldi. Juma Nazarov velosiped bilan olib yo'ldan hozirga tushib, birindan qarab ketdim. Nukusdan keyin komissiya qo'rqib ketdi. Nima? Yarma tushda ko'rganlar undan keyin yana unda qizimizdan shu opasi Darik opamdan aytdimi? Yarma tushgan. Hayotdan biz ham qarday o'tirmiz. Ishga chiqib, qo'yash bersa. Sizlar bilan oila qurib, barimiz qo'shqonlarimiz bilan qo'shaqarim bor. Bu qizlarimizning to'ylarida agar aytsalar baramiz xudo qalasa. Bizlar ham shu sizlarni o'qitganimizdan ko'rgan yerda endi tanmay qolsam ham ustoz deb salom bergan ekan albatta ha deb oz vaqtdan yodga tushadi ekan ko'rdingizmi shunday shuning uchun keyingi hayotlaringizda da muvaffaqiyat tilayman xudoyim hammangiz qatnashib yuringlar katta yigitlar qizlar bo'linglar elga tanilgan sizlarni o'qitganimizdan xursandman rahmat sizlarga taklif qilaman Aziz o'quvchilar, mana hurmatli qizlar va yigitlar, men ham shu sizlarni ko'rgandan quvonman, xursandman. Sizlarni ko'rib, endi atlaringiz esdan chiqadi. Ko'p o'quvchilarni o'qitamiz. Ko'rgandan tanish chehralarimiz bor, tanishlar, o'quvchilar. Men ham shu sizlarni o'qitganman, ko'rgandan juda quvonib turibman. Mana bugun bayramimiz, hayit bayramimiz muborak bo'lsin. Hammamizning ishlarimizda omad, o'zimizga mustahkam sog'lik, o'qituvchi ustozlarimiz bularga da mana salomatlik tilayman. Shu yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Yildan yilga mana rivojlanib boradir. Mamlakat ana shunday 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik yubileylarga uchrashmak ham aytmoqchi bo'lgan gapim mana Sulton aytgan gapi to'ylarda, quvonchli kunlarda qolib qo'yib, qachonlar boramiz. Hammamizga katta rahmat bilan
tashkilotchilar. Dolzarb 90 kunima xush Ana shunday uchrashgan vaqtda shunday quvonib, yaxshi kunlarda uchrashmoqmiz. Yaxshi. O'quvchilarni ham uchrashganimiz 20 yilimiz qutlug' bo'lsin. Qurban hayitlarimiz. Bundan shunday yaxshi kunlarni ko'rgaysizlar. Bizim klasda 21 o'quvchi bor edi. O'quvchimiz yo'qmadimi? Yarmimizday bor. Shu bundan ham boshqa yillarimiz o'tirib nasib etdi. Shunda barcha o'quvchilar bilan ko'ryapman. Bularning hayotlarini Allah'ımız kızlarımız ko'payib, ularni uylantirgan, qizchalarning to'ylarini nasib etdi. Hammamiz bir-birimizni ko'rib turib. Şu ishlaringizga omad tilaymiz. Sog' bo'lasiz. Bergenip yo'q o'qiydi. Abduja var ekan. Nazarboyev yo'q ekan. Bir chetdan spesifik aytayman, Rimbayevdan ijodlar yo'q. Rimwa bor ekan, Rimbayev yo'q ekan. Rimov yo'q ekan. Mana shu 20 yillik yubileyimiz bo'lsin. Xudoyim 40 yillik, 50 yillik yubileylarda birga o'tirmak nasib etsin. O'tib ketgan hayit bayramimiz hammasiga qutlug' bo'lsin. Bizlarni sevapsizlar, Alloh sizlarni sevsin. Izzatda, ikromda, e'zozda bo'lgaysizlar. Og'zibirchiligingizda Xudoyim mustahkam bo'lsin. Sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Xudoyim shu vaqt qo'shchiliklarimiz, og'zibirchiliklarimiz mustahkam bo'lib, 40 yillik, 50 yillik o'tirganda hammamiz tuyat o'tirmak nasib etgan. Sog'lik, salomatlik, oila va baxt tilayman baringizga. Farzandlarimiz sarohatlarini ko'rmak. Endi meni izdoshlarim shu yerda bor, o'zimning klassimda endi izdoshlarim ham 3-4 bo'lib qoldi o'shida. Mana Abdujabbarova bor, Rimov ham bor, Bazarboyev ham bor, boshqalarim uncha ko'rinmay turibdi. Xudo qalasa, o'zi o'qishda shunday qaraydi, Xudoyim eng qarashimni yaxshisi yomon muallim bo'lgaysizlar dedim. Ko'p uchov shu muallim qarashga shu uchun ko'proq qaramadim o'shida. Yalam azroq qarayapsiz-da. Endi meni eng kemakon Globni Aqnazarovim yo'q ekan. Aqnazarov bilan Jumazarov mening eng yaxshi. Men shunday sarkarga Jumazarov bor ekansan. Aqnazarov kelsa aytishtirib qo'yishdim diye. Отдельно bir o'tib keladi. Yaxshi. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman, kuch-quvvat tilayman. Ishlaringizda, oilaviy hayotlaringizda hamisha yuzlaringizdan kulgu, tabassum ayrilmasin. Kunlaringiz xushchaqchaq, sermazmun o'tsin Xudoyim. Hurmatli o'quvchilar, ustozlarimizga bir Xudoyim shularning gapiga qo'shilaman. Sizlar bilan 3 klassdalar. Şu 3 klassdan mening klassimdan ko'pchilik bolalar yo'q. Sizlar shu tilaklarimizni bildirib qo'yasizlar. Xudoyimlarga katta yigit qizlar bo'ldinglar. Hammangizga oilaviy baxt tilayman. Ishlaringizga rivoj tilayman. Istardimki bundan baxtga yor bo'ling. Baxtlilar davrasida doim bor bo'ling. O'ynang, kuling, xafa bo'lmang hech bir zum, yuzingizdan arimasin tabassum. Bizlarning ko'nglingizdagi turib qolgan niyatlaringizga erishgaysizlar. Endi o'quvchilar bilan maktabni tamomlaganimizga 20 yil bo'ldi. Bugun ozonda bu xabarni eshitib, men o'zimdan quvondim, nechun deganda muallimning bir daraxtga o'xshatsak neva berishim qiyinda. 20 yil deganda men daraxt bo'lib neva beryapman deb ichimdan quvondim. Endi menga o'qilgan yigitlar, qizlar, hayotda hammangiz o'rningizni topgansizlar. Shunday deb yurganingizni ko'rib ham quvondim. Doim bundan keyin ham hech qanday yomonlik ko'rmagaysizlar, yaxshi kunlarda ko'rgaysizlar. Ana shunday yaxshi kunlarda uchrashgaysizlar. Hamma vaqt to'rt ko'ztiga hammangiz birga og'zibirchilikda menga ustozlarni hurmat etib, shuni taklif etganingizga da quvondim. Qachonda meni esimdan chiqarib yuborgan bu o'quvchilarim deb yuratdim. Allohga shukr menga. Endi men yerda ishlaganimda Aynoqda 11-maktabga o'tib ketdim-ku. Shuning uchun bular meni unutib yubordi deb o'yladim. Bugun eshitib shunday xursand bo'ldim.
Kaçan bulmasın, baribir mehnatning qadrlanib netsa adam ko'nglim ko'tariladi. Sizlarga shunday ichki his tuyg'ularimni yetkazib beraman, shu darajada xursand bo'ldim. Xudoyim hamma vaqt sog' yurgaysizlar, sog'lig'ingizni bergay. Farzandlaringizning kamolini ko'rgaysizlar, baxtini, taxtini suyangaysizlar. Xudoyim shu mana ustozlarimizning izinden borib sizlar ham elda bir ardoqli insonlar, qadrli insonlar bo'lgaysizlar. Sizlardan shogirdlaringiz qadrlagay, e'zozlagay, farzandlaringiz hurmat etgay, mehr oqibatli bo'lgay. Sizlarga sog'liq tilayman. Hamma vaqt sog' bo'lgaysizlar, ozg'irchilikda bo'lgaysizlar. Sen ertarak aytqanыңызды sizlerge çıraylı qılıp tedbir tayarlap koygan bolar endi. Mektepte okçularını çakırıp, birak siz onu indi aytmaqsızlar, azanda kelgen vaqtında Sultan Ağa'nın kelip oturgan eken. Şimdi ondan burun kelip oturuyordum ben mektepke, eshikti açıp oturuyordum, Sultan Ağa'nın bilen Cumabay oturgan eken. Ne desem, 20 yıllık uçuraşu var eken mektepte dedi, dep koydum da şu vaqtında. Birak indemediler. Ertarak bir gün burun aytkanda Munira mine şu yerde işliydim. Ya bunu aytqanım yok. Endi ya okuçularga bir tedbir tayarlap, buna nede ko'ramiz baba, bir iki nelerdi ko'rsatib beraylik, chiroyli etdi baba. Sizlar ham bir kuningizning o'zlaringizga bag'ishladinglar. Bugungi bir kunni o'zlaringiz uchun bag'ishladinglar. Shuni chiroyli qilib o'tirish kerak-da baribir. Sizlarga sog'liq tilayman, salomatlik tilayman. Mana bitirganingizga 20 yil bo'libdi. Endi men shu 94-yilda men ishga keldim deb o'tirman shu maktabga. 94-yilda ishga 94-yilda institut bitirib birinchi marta shu yerga ishga kirdim. Endi men esimda qolgan Dilbar bu yerda. Shunday niyada da bir narsani aytsang, aytgan narsangni qaytadan takrorlab aytib beradi aqliyatda. Bu endi bunday ne bir necha yillarda bir ne chiqib qoladi bu narsa. Endi shundan keyin hozir 2-3 o'quvchi shunday ne bo'lib chiqib o'tirdi. Aytganingni shunday gapirib bo'ldingmi, mavzuni gapirib bersang, bo'lgandan keyin so'rasang, yana qaytadan tap o'zingni aytib so'ylab beradi-da. Shunday o'quvchilar kamdan-kam chiqib qoladi-da bundaylar. Endi hammangiz ham o'zingizning o'rningizni topgansizlar, oilangizdesizlar, baxt tilayman, farzandlaringizning kamolini ko'ring. Ana shu ustozlarning izinden boring sizlar ham, ustozlaringizdan bo'lib yurgaysizlar. Mana Maryam opam Tumatya qarg'adim deb safarga opam. Men ham adliy o'qib turgan 11-chi klasslarga ketib boraturganda endi tartibsiz o'quvchilar bormi? Endi shular yog'i kelib turib xayrlashib boraturda bari bilan yog'i ming tartibsizlik etsada kelib quchoqlab, o'pib xayrlashib boratur. Muallim yaxshi debdi. Endi oxirgi so'ng qo'ng'iroq tamom bo'lgandan keyin da eshikdan so'ylab qoldim. Xudoyim muallim bo'lgaysizlar. Sizlarga bergan azobni yerdagilarga yaxshi muallim deb ketib boraturlar kulib. Men Benim o'quvchilarim hammangizga baxt tilayman. Endi hammangizga hayotda o'z o'rningizni topasizlar. Ya çıkara. Muallim betimden suyum. İşte kim o ekene? Jubiley, 20 yıllık jubiley seneler, 20 yıl oldu. 20 yıllık inşallah oturgansızlar. Şu gün bilen hemen tebriklimen şunday jubileylerin ko'pchiliklarni ko'rib o'tish hammangizga nasib qilsin. 30-40 yillarda televizorda ko'rib qolasizlar. 40 yillar, 50 yillarda deb aytganlar. Shular shunday yubileylarni berib yoshlarimiz shuni ko'rishga nasib etsin. Ishlarimiz rivoj bo'lsin.
Hammangizga hayotda kim qaysidir kasbning egasi bo'lishidan qat'iy nazar baribir ustoz bor. Ustozlarni hurmat etib kelgan ekansizlar. Sizlar ham qaysi bir insonlarga ustoz bo'lish nasib etsin. Qaysi sohada bo'lsa. Shu ustoz otamlar ulug' deydi. Hurmat etsanglar, hech qachon kam bo'lmaysizlar. Yana bir tabriklaymiz, o'zlaringizni o'qigan maktabingiz, o'qigan ustozlaringiz ko'ryapsizlar. Shu qatorimda o'zingizda farzand tarbiyalayapsizlar. Ertaga sizlar ham farzanddan ota-onasi va ustoz ta'lim tarbiya berishdi. Sizlarga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bundan keyingi yubileylardan hamma sog'lik, salomatlikda uchrashni nasib etsin. Sizlarga rivoj bo'lsin. Hech qachon unutmanglar. Assalomu alaykum, yana bir marta ustozlar. Sizlar ko'rib turganimizdan xursandmiz. 20 yil bo'lib qolibdi ha degancha. Akşam bana bitirgendeyimiz Meryem opa. Endi heyecandamiz. Xudoyim 30 yilliklarımızdan, 40 yilliklarımızdan yanımızda bo'lgaysizlar. Endi birdan tashkil etganga bugunga ko'chib qolgan muallimlar azroq bo'lib qoldi. Endi insofat davralarimiz to'liq, sinfdoshlarimiz ham barisi Xudoyim ko'payib o'tirishi nasib etsin. Hamma vaqt sog' bo'lgaysizlar. Bizlarga yetgan minnatlarimizga rozi bo'lgan qizlar opa, Meryem opa, Havaya əsəblərimizi öldürgən cırağımız çünkü. Endi hemen çəkli olub deyədən deyim saxır. Endi muğalim ne geçiyor? Ama muğalim Özüm başına koydum. Şundan keyin razı bunlar hizmetlərinizə Xudoyim rəhmət, sağ olğaysızlar vaxtınızda, balalarınızın rahatını görüb, həmin o şunday şagirdlər qurşağında yürüyüş nəsib etsin həmmənizə. Rahmat. Buraya Ustozlar, rəhmət, həmmənizə ko'rib turganımızdan xursandmiz. Həmmənizdə şu birdən bo'lib qoldi mana ki chala yetgan oqshom hamma. Shu azarda borsam, nimalar qolmadi, aytmadik deb o'zimda duamni o'ytirdim-da, kech bo'lib yana birlar ketib qolmasin deb. Shu aytma, biroq sonda borsa hamma deb 10 muallimni hisobladilar-da. Bizlarga kurator bo'lib keldik. O'qiringlar aldilarimizda 20 yil bo'libdi. Fursatda shuni tashkillashtirdik deb qachondan teatrimiz aytishib, Allohga rahmat qilamiz. Birimiz tavsiya qilgan, birimiz ketib qoladi. Ular kutib o'tirsak baribir yana ketayotir-da. Bolalar hayot ishlaydi. Xo'jalik to'xtovsin hammasi o'zini. Hammaga sinfdoshlarga rahmat, oilaviy baxt tilayman hammaga. Rahmat sizlarga. Ko'rib turganimizdan 30 yillarda, 40 yillarda shu piyodalarimiz sog' bo'lib, bosh bo'lib o'tiravergaysizlar hammangiz. Rahmat. Men bitirganimizga 20 yil bo'lib qoldi. Sizlardan bergan ta'lim tarbiyangizni deb kimdan oldindadirmiz, kimlardandir orqadadirmiz. Ta'lim tarbiyangiz uchun hammangizga rahmat bergan. Doim sog'lik, salomatlik tilayman. Oilaviy baxt, farzandlarimizning oldida shularning yutuqlarini, kamolini ko'rib, quvonsa-quvonib o'tirgaysizlar. Rahmat ko'p. Hammangizga oilaviy baxt, sog'lik tilayman. Sinfdoshlarda. Tavalamlar, ustozlarimiz sizlarga ko'p rahmat aytamiz. Doim bolalarimizning rohatlarini ko'rib, sog'-sog'da shunday uchrashuvlarni ko'rib yurish nasib etsin hammamizga. Sinfdoshlarga baxt, omad tilayman sizlarga. Rahmat aytamiz ko'p. Alloh bilan kelsin. Ustozlarimiz, avvalambor sizlarga ming rahmat, yaxshi tilaklar bildiramiz. Hammasi javob bo'lsin. Shu maktablardan rozi bo'lib, shu maktabga kelgan vaqtimda men to'g'risi 6 yoshga to'ldirib mana Meryem ham yozuv o'rgatdi. Uydan maktabga boraman deb o'qishga o'rgatdim shu. Meryem ham sababchi shu qolsa qolib ketdim men. Bo'lmasa 2 yil keyin o'qiyotgan odam edim-da. Katta rahmat. Shu kattalardan barakat topgaysizlar. Şu yerda qatnasholmay qolgan yigitlarga da nasib etsin keyingisida Xudo xolasa. Rahmat. Bir chetdan bari saytsin Ustozlar hammangizga rahmat. Mana bizlar 7 yoshimizdan tarbiyalab, shu kunga yetirgan, shu kungacha shunday
aile tebretişdi, hayattan kanday buluşlarını öğretkenlerimiz için mene hiç kimden kem emesimiz Xudoga şükür. Bir aly bulmasagam orta malumat bolup mene kimlergedir tertip terbiye, kimlergedir örnek bolup kelyaptyrmyz. Şonça sizlerge rahmet, bizlerge to'g'ri yo'llar ko'rsatganlaringiz uchun. Anamızın o'rnida ikinci ana bo'ldinglar. Atalarımız o'rnida ata bo'ldinglar. Birovdan kam bo'lmadinglar dedinglar. Söylesengler, ursanglar yaxshilik yo'lida söylegan ekansizlar. Onun uchun rahmat hammangizdan. Bergan bilimlaringiz uchun rozi bo'linglar. Rahmet. Dildara söylüyor. Bana aytganday, yaxshi bo'lsak bo'ldi, kam bo'lmadik hech kim bilan. Bergan ta'lim tarbiyalaringiz uchun rahmat. Onam sonunda ota bo'ldingiz, otamiz sonunda ota bo'ldingiz. Haq yo'l ko'rsatdingiz. Shu bergan ta'lim tarbiyalaringizga rozi bo'lman. Shu hammamizning sinfdoshlarimni yaxshi kunlarni o'tish, keyingi yillik hammamizga nasib etsin. Kızlarım var. Assalomu alaykum ustozlar. Sizga rahmat, bergan bilimlaringizga. Men sizdan rozi bo'laman. Sizlar sizlarga ham sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga bergan bilimlaringizga, tarbiyangizga. Hammangizni tabriklayman sinfdoshlar. Şiirleri koyadlamadım ama. Tilaklar qo'shilamiz. Bergan bilimlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat. Aytganda hech kimdan kam bo'lmadim. Xudoga shukr. Maktab bitirganimizga 20 yil bo'lib qolibdi, hademay. 30 yillik ham 40 yillik ham hammamiz jinoyat o'tirganmiz. Kelolmaganlar ham individualda qatnashmaydi. Hammangizga rahmat. Sog' bo'lgaymiz, sog' bo'lgaysizlar hammangizga. Bu vaqtdan az vaqt emas. Ko'rishing fotografiya qilishni hammaga nasib etdi. Ben 40 yıllık evliliklarda oturuyoruz. Evliliklerinde bunlara kıvrak koyarız. Kamayınlıklara tek oturuşup bunlara oturuyoruz. Çabar anası Matiya Kuban'ın ben sınıflara kalmışım bana. Ona gittiğine varanda da şu Guciraytı olmada bana sınıflara sınıflara kalmışız. Burada Kore'ye yerde hürmet kılıp saman verilen şu. Ona keyin Sadik Kaz Kurban yarına çıkıp gitti. Amanxonada yürüdük. Assalomu alaykum ustoz dedi. Men tanımadım. Aslan aytdi. Sadik bana dedi. Bo'ldi tanıdım. Şu Surxondaryoda Ona keyin Rahil akamiz 3 yıllıkta bizim Aqto'gana talaba o'tib hozir telefon tushib da. O'zim yo'q, o'zim pullar har doim zvonda etaman-da, men aytdim telefonni bir topib olmadim. Bir kun zvonda edim. Assalomu alaykum ustoz dedi. Oğlum balalarga bal tushadigan, yo bal tushgan gap. Devorga telefon bezib chiqdi. Alıp telefonu kavdirip koyup yüzde işler tuttum. Yardım atıp etmesin. Dilekleriniz aytacağım, aytanlarım. Ustalarga rahmat aytamiz bergan bilimlaringiz uchun. Uzoqlar ko'rgaysizlar. Biz to'ylarimizdan qatnashib shunday 20 emas 40 yil, 60 yillik, 80 yillik yubileylardan o'tkazish nasib etsin. Sinfdoshlarim barina baxt tilayman, oilaviy baxt, tinchlik tilayman. Hamma sog' bo'lib, yaxshi kunlarimizda to'ylarimizda qatnashib o'tirgaymiz. To'y bergandan bosh bo'lib o'tirgaysizlar hamma. Rahmat. Aziz ustozlarim, bu 20 yillikda uchrashib o'tirgan ekanmiz. Hammangizga boshi yerga tekkuncha ta'zim aytaman. Rahmat. Mana o'z o'rnimizni jamiyatda tovushda ana sizlarning eng
hissalaringiz katta. Bizlar mana sizlar deb ustoz bo'lib biz ustozning qadriga yetdik. Shuning uchun bilib bilmay qo'ygan cho'qliqlarimiz uchun bizlarni kechiring. Sari boshladik to'plab qo'lim. O'qitib, o'rgatdingiz, ko'rsatdingiz yo'lim, yozdirib, chizdirib berib qalamni ko'klarga ko'tardingiz aziz ustozim. 11 yil ta'lim tarbiya berib charchamadingiz, doim rostgo'y va vijdonli bo'l dedingiz. Yutuqlarga erishsak, gar olqishladingiz. Siz doim omon bo'ling aziz ustozlar. Rahmat bergan bilimlaringiz uchun. Shunday 30 yillik taqiyliqlarimizdan birga inshaalloh o'tirganmiz. Xudoyim sog'lik bersin sizlar ham. Sinfdoshlarimlarni sog'lik tilayman. Bunday 30-40 yilliklarda da shunday o'tirmak hammaga nasib etsin. Ne desek yaxshi kunlar bor. Nega shunday? Shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hamma tabriklayman 20 yillik bilan. Hurmatli ustozlar, az bo'lsa ko'p o'rinda ko'rasiz, sinfdoshlarimizning ozgina sizlarga tegan nemis boriga tabariklarimiz. Xudo xolasa endigilarda yaxshiroq bo'ladi. Bugun birdan bo'lib qoldi, shuga o'quvchilar bo'lib qoldi, muallimlar hurmat qilib chaqirganning o'zida katta bir gap bo'lgan. Bugun o'ylab qarasam 10-yil pensiyaga chiqdim. 15 yil bo'ldi-da. Nevaramada ota xayri bo'lsin. O'quvchilarni chaqirdim. O'quvsiz pensiyada chiqdi. Pensiyada o'zi chaqirdi dedi. Bundan sizlarni ko'rib, biz hammamiz o'quvchilarimizni ko'rib quvonyapmiz. Sizlarni ko'plarimiz o'qituvchilar ekanlar. Sizlarning ham shu shogirdlaringiz qanday kasb bo'lishini qat'iy nazar sizlar hurmat qilsin, siylasin Xudoyim hammaga. Shuning uchun sizlarga kelgusi hayotlaringizda katta baxt tilayman. Boshqalarimiz bilan qizlarimiz baxtli bo'lsin, yigitlarimiz boshqalarga baxtli bo'lsin. Bu qizlarning to'ylarini, nelarini hamma yaxshi yerlarda ustozlar qatnashib tilak bildiraversin. Hammasi Benim babam kumral içine kapattı, şaptı, kızına buraya bakayım.
qilishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ustalarla başım kurmalıydı. İş, ders Rus tili dersi başlamadı. Yaxşı o'quvchilarimiz sizlarni yana bir bor tabriklaymiz. Hurmat qilib, hammangiz kelib tabrik oldinglar. Shuna hamma o'quvchilar nomidan sizlarga rahmat aytamiz. Sizlar ham kattari xudo xolasa o'qituvchilarimiz, shogirdlarimiz hurmat qilgan. Endi boshqa kasbda bo'lganda baribir shogird bo'ladi. Shu shogirdlaringiz sizlarni bizlar hurmat qilgandek hurmat bizlardan ham ko'proq hurmat qilsin. Ammo katta hayotda baxt tilayman. Bolalarimiz bo'lsa uylantirib, qizlarimiz bo'lsa uzoqda shunday to'ylarda agar bizlar hayotda yurgan bo'lsak chaqirib yuborsangiz kelamiz albatta. Hamma mana o'quvchilarimizni 20 yillarga shu bayramimiz bilan hammamiz tabriklayman. Xudoyim sog' bo'lasizlar. Bular shunday yaxshi kunlarni ko'rgani ko'rgaysizlar. Ularimizni
Endi aramızda yok. Başka kadınlar okucularımız var. Kulay olarımız sağ olun. İşlerine ahmet. Ülerine yaxşı tavsiyelerle qaytmayı nasip etken. Bu birimizde hemşe şunday toylarda, layfelerde kurtuluğu nasip etken. Rahmet. Söyleyen çağırma, katla. Aytkan çağırma. Haklı söylegenizden şu dereceye yetkili. Şunday okucular şunday yapımızdan bulmuyor. Oysa bize de yardılar, bu filanımıza bulmuşlar. Oturalım. Hammamizga shu 20 yil qutlug' bo'lsin. Xudoyim 20 yilgacha shunday ozburchakda yurgan ekansizlar, mudom ozburchakda yurgaysizlar. Hammangizga oilaviy baxt tilayman, sihat salomatlik tilayman. Hammamiz ozburchakda yurib, haj ziyoratlarini borishni nasib etgan. Birga borganmiz Xudoyim. Olamda meni yoqqan, kuydirgan o'quvchilarimizga so'ylagan bo'lsa, urg'an bo'lsa, tayoq yegan bo'lsanglar, rozi bo'lasizlar. Hammangizga moyamagan chiqarmadi. Mariya akasiga shu vaqtda yaxshilab turgan ekanman. Shuncha odam bo'lib turibdilar. Shuning uchun og'iz bir turibdi hammasini. Birga kelib turgan ishim yo'q. Rahmat. Shahnoza va hozirroq turam. Biz to'lib turamiz. Binoda o'tiribmiz. San'atchilar, shunday bir uchuvchilar, 20 yillik o'tkazib shuning uchun hammamizni Mahat bayramlari bilan tabriklayman. Oilangizga baxt, omad tilayman. O'stirayotgan farzandlarimizning Xudoyim rohatini ko'rgaysizlar. Sizlarning bir ningizda yuzingizda chiqaradigan yaxshi farzandlar bo'lib, o'qimishli farzandlar bo'lib yetishgan. O'zingiz ko'nglingizda tilib qo'ygan farzand bo'lg'ay. Xudoyim hammani shunday kunlarga yetirgay. Oila boshliqlarimiz omon bo'lg'ay. Baxtli bo'lgaysizlar. Oğlum, kızım, özüm. Kayda yürüsem, nur yüzlüğüm, baxt tilaydi. Sizge ustoz, ta'zim ila qabul qiling. Tebrikler. Mana shunday kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sog' yurgaysizlar. Farzandlarimizning hamonini ko'rgaysizlar. Qanday sohada ishlayotgan hammasonlarim hamma muvaffaqiyatga erishgaysizlar. Bizlar ham shunday shogirdlarimiz bor deb faxrlanib, yurgan yerimizda mana shogirdim deb faxrlanib aytadigan bo'lib. Bizlar sizlar, sizlarning shogirdlaringiz, farzandlaringiz Alloh silasin. Hamma vaqt qo'llab-quvvatlab tursin. Hamma vaqt yo'lingiz ravon bo'lsin. Omad yor bo'lsin. Sog' yurgaysizlar, sog' yursangizlar hamma vaqt sizlar hamma narsaga niyatlaringizga erishasizlar. Uzoqdagilarga da omad tilaymiz, safardagilarga sog' yursinlar. Oilasining bag'rina eson omon qaytib kelsinlar. Sizlar ham Xudoyim shu farzandlaringizning oldida o'ynab kulib sog' salomat yurgaysizlar. Ana shunday yaxshi kunlarning ko'pisini ko'rgaysizlar. Hammamiz birgalikda ko'rgaymiz. 40 yilligini, 50 yilligini inshaalloh o'quvchilarimiz deb faxrlanib, bizlar ham tabriklab kelib o'tiramiz. Sog' bo'linglar. Fursatda tavaqat masalari, aziz ustozlar, hammamizni 20 yillik bayram bilan tabriklaymiz. Ishlarida omad, 30-40 yillikda shunday birgalikda o'tiramiz. Oilaviy baxt tilimiz, ishlarida omad, ko'rib quvonatimiz shunday o'g'il qiz bo'lib ketgansa, oilaviy baxt tilimiz. Buning ichida bundan mehrli 4 shogirdim bor ekan, mana Dilbar Haqqoyeva,
Yaxshi kelsa kechirasiz. Shayra Xatbayeva, Madina Tijabbarova, Aziza. Ular birinchi pedagogik psixologiya fakulteti ochilganda 4 davlat grant asosida o'qish shaklida ishlarda omad bilan o'qituvchi bo'lib ishlayotgan bolalar yetishyotir. Hammamizni kasbimizdan baraka toping, ishlaringizdan omad. Xudoyim 30-40 yillik qiluvchi ustozlar bilan birgalikda sizlarga tabriklar nasib etsin. Rahmat. Qatnashgan sinfdoshlarga katta ishlardan omad tilaymiz. Baxtli bo'linglar, rahmat. Hurmatli o'quvchilar, mana 20 yillik bayramlarimiz bilan tabriklayman. Uzoq yashanglar. Shunda o'stirayotgan farzandlarimizning qizig'ini turmush o'rtoqlaringiz bilan birga ko'raveringlar. Kasbingizdan kamoldan bilhammangiz. Xudoyim shu ham muvaffaqiyat quvonchda yuraveringlar. Sizlarning quvonchlaringizni ko'rib, bizlar ham quvonib yuraveramiz. Mana shu 20 yil sarfchilar bo'lgan hammamizni tabriklaymiz. Hali bu yerda qatnashayotgan bu yubiley ishtirokchilarining bu ishdan biri ko'pchiligimiz yo'q, ba'zilar o'zimizni o'rgatib sizlarning o'qitgan davlatlarimiz. Men masalan o'zim 2 ta fanni o'qitdim, ulardan bilaman. Yoddan ham hammasi. Qandayligini o'zim aytayotman. Hali ko'pchiligimiz 3dan biri emas, 4dan biri kam bu yerda. Ko'pchiligi yo'q. Shu boshqalarga ham sog' salomatlik deymiz. Unda hayotda ishlari bilan qatnasholmayotgan chiqar. Ularga ham sizlarga tilayotganimiz ular uchun ham abadiy bo'lsin ishlarida, hayotda o'z o'rnini topsin. Men bir tabriklaydim, yana bir marta shu 20 yil nasib bo'lsin. Bundan keyingi yubileylar hammamizga sog' salomatlikda ko'rishib, yurish, shularni o'tirish hammamizga nasib etsin. Hech qachon hayotda jilmanlar qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar mohir egasi bo'ling, shogirdlarimiz ko'p bo'lsin, ustozlarimizni hurmat eting. Yana bir tabriklayman. O'quvchilar, nasayga qizim aytdim. Ma'lumotli bo'lmasa ham biz insonmiz deb. Ma'lumotli bo'lmasa-da etik inson bo'lsa, shuning o'zi kifoya. Xudoyim ko'nglingizdagi niyatlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz qo'yay. Avvalambor bu inson oliy ma'lumotli bo'lishda emas, etik inson bo'lishda, bir-birini qadrlashda. Shuning uchun hammangizning ishlaringizga rivoj. Nima odam bo'lsan? Shu yubiley ishtirokchilaridan tilaklar olsa marhamat. 20 yilligini oz vaqtda insonning umriga bo'ladi 20 yoshga kelgan vaqt. Shaharda yigitlarimiz ham 30 yillarda bir o'rnada safarimiz ko'paygan kamaygan. Hamma safarlardan o'zbekiston sog'liq bergan, hamma o'z inson sog'lig'i. Taqdir tanishlari o'zini xo'jaligini hammamiz sog'lig'imiz ustozlarga rahmat. Sizlarga tarbiya berdi. Rahmat, sizlardan razımız, sizlardan bizden razı olsun. O'tgan aytganda safardagi yigitlardan hozir video YouTube'dan chiqdi. Hamza degan sinfdoshimiz tabriklayapti hammamizni. Yo'llari bexatar bo'lsin, keladi, yetib keladi. Shu munosabatlarga rahmat deymiz. Safarga opasiga katta rahmat. Sog' salomat bo'ling. Farzandlarimni xatida ko'ring. Bizlarga mana shunday ta'lim tarbiya bergan hamma o'z o'rnida, qizlarim, bolalarim, sinfdoshlarim hammasini baxt tilayman, yaxshi kunga boring. Hammangizga yaxshi kun bo'lsin. Shunday chiroyli bo'lib yuringlar, hammangiz chiroylisizlar. Qanday hammalikda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, yaxshi kunlarda Hammasi baxtli, hurmatli ishlarni rivojlantirman. Katta rahmat ustozlar. Sevgilim bayramlar.
Öğlen arasında perşembe kattalarına yaxshi tilaklarni bildiramiz. Öğlen bir yaxshi ta'lim bergansiz oqibatida shu darajaga keldik. Xudoyim shu sizlarni bolalaringizga tarbiya berib bizlarga nasib etgan Xudoyim aqllaringizga. Hammani shunday yaxshi kunlarga musofirda yurgan yurtlarimizda ham topgan pullari yaxshi kunlar bo'lsin. Bolalarimizni uylantirib qizlarimizni chiqarganda shunday o'zbirchiligimiz buzilmay barimiz birgalikda kutib olmoq nasib etsin. Xudoyim safimiz kamaymasin, ko'paysin, kamaymasin. Katta rahmat barchamizga. Yemesin aldama, baram desen baram, süydüm seni gülmaram. Canım gülmaram, desen baram, senin haber şu koy, salam benim salam. Yemesin aldama, baram desen baram, süydüm seni gülmaram. Oğluna varıp ne kaynaman, tabılmadım nege seni şoytamam. Kendi salam kanmay kısın aytamam, aytamam. Oğluna varıp ne kaynaman, tabılmadım nege seni şoytamam. Kendi salam kanmay kısın aytamam, aytamam. Oğluna varıp ne kaynaman, tabılmadım nege seni şoytamam. Kendi salam kanmay kısın aytamam, aytamam. Oğluna varıp ne kaynaman, tabılmadım nege seni şoytamam. Kendi salam kanmay kısın aytamam, aytamam.
soyulamam. Endi sana qanday qilib aytaman, aytaman. Ey avluma borib deb aytaman, topolmadim nega seni soyulamam. Endi sana qanday qilib aytaman, aytaman. Salam dedim, salamımdı almadım. Ne bir güldüm, sen bir gülmedin. Salam dedim, salamımdı almadım. Ne bir güldüm, sen bir gülmedin. Yapma beni yaklarım, aman gülüm. Yapma beni yaklarım, aman gülüm. Aman gülüm sonra, bilmem yarım, 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 gözü gözüme düşün, bilmem yarım, 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 yarım. Aman gülüm sonra, bilmem yarım, 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 yarım. Adı yadıma düşün, bilmem yarım, 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 yarım. Babamızın arım gülmedi. Şu bağlarda sevgim oldu böyle. Babamızın arım gülmedi. Şu bağlarda sevgim oldu böyle. Yapma beni yakmayın, aman gül. Yapma beni yakmayın, aman gül. Adı yadıma düşün, ah beni yarım, 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 yarım. Gözü gözüme düşün, bilmem yarım, 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 yarım. Adı yadıma düşün, bilmem yarım, 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 yarım. Gözü gözüme düşün,
Hatay'da başlarmış işler, gürültü patladı kim düşler. Çapır şupur pıpır, söyle bu devirde kim beni ister? Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim he? Hop diyorsun çaldırmıyor, diyorsun dönüp bakmıyor. Başkaları ne yapıyor şap ayarlıyor, yoksa ben zurna mıyım he? Yanına çaldı böyle hayret etti, uzakama gitmiş oldu dedi. Umarım benden pahalı içecek istemez, gözlerinde oldu para yetmez. Yanıma yaklaştı, neyime düştü, resmi kaçtı. Fırsat bu fırsat, aman kaçırma, sırası geldi artık söyle bana.
Kadriye olsa ulan nasıl bunlar alır sende barda uçup yesen osmanlarda uçup yesen bu müşkül dünya yaramaz
sağ olsun. Kancımız olmaz, sollar. Yaşlanmamına yemesem mi olur? Böyle sakin adam. Şiir yazayım yaprak var. Ağızlarla konur gibi muhabbet. Kimle hata kimle ayıp bilmeymem. Yar geçse yarim buradan koymaymam. Sabahlarım geç cevap almaymam. Mesele yaşı göreyim muhabbet. Kimle hata kimle ayıp bilmeymem. Yar geçse yarim buradan koymaymam. Sabahlarım geç cevap almaymam. Ağızlarla konur muhabbet. Yok istesek yüreğimi dilerken her insanın başına şükür bularken ağızlarla konur gibi muhabbet. Kimde hata kimde ayıp bilmeymem. Yar geçse yadimdirler koymaymam. Sabahlarım geç cevap çalmaymam. Ağızlarla konur gibi muhabbet. Yollarındandır ki seçmiştir ki senin sureti Bak. Telefon var nedim. Amin. Xudayım ballarım, kızlarım sağ boğaysılar. Şu 20 yıllarınız müstahkem bu, bundan ki 30-40 yıllıkta da ağız birçekte yürmek nasip etken. Xudayım kamal tappaysılar, ullarınızın, kızlarınızın, baktıklarınızın yaxşı günlerinde birge bulmak nasip etken. Hemmesi rahatlarını görgeysizler. Xudayım öngeysiler, öskeysiler, oğlunuz, kızınız, ata anam desin, aktıklarınız ine desin, mama desin. Xudayım hemmesinin izzetinde, ikramında, izazında yürgeysizler. Hemmeleriniz hacatta hacana buğaysizler. Xudayım birgen yaşını yaşap, bizlerge siylagansızlar, Allah'ın sıyında, izzetinde yürgeysizler. Tapkan tutkalarınızda bereket verip, sağlıkta, amallıkta uçuraşmak nasip etsin. Ama dersimiz tamam. Xudayım baxtı boğaysılar, mesleğimiz kesler, işlerimizde, üzeriniz, kesiplerimizde kamal tappaysılar. Bundan bir yaxşı günlerde, ozbirçilikte, mehirde uçuraşmak nasip etsin. Xudayım, mana shu o'quvchilarimiz, bolalar, qizlarimiz sizlar Xudayım. Sizlarga o'zlaringizda qizlar, bolalar o'stirib, shularning rohatini ko'rmak nasib etib o'rgaymiz. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lg'ay. Shunday kunlarda uchrashib o'rgaymiz. Xudayım hemmeniz kasblaringizdan kamal tapqaysizlar. Bolalarınızdan, qizlaringizdan rohatini birga ko'rib yurgaysizlar. Hamma shunday vaqt qo'shilibda uchrashaveringlar. Safingiz kamaymasin. Shunday ustozlarning ardog'ida yurib, o'zlaringiz farzandlaringizning ardog'ida yurgaysizlar. Sog' salomatlikda shunday vaqt qo'shilibda uchrashaveringlar. Xatarimiz kengaygan odamlar